Sizlarga Yamatranov kanal va xush kelibsiz mening yangi videomga. Bolalar, bugungi videoda mana shu Roblox kartasini o'ynaymiz. Bu juda ham mashhur chet el Robloxchilar juda ham ko'p o'ynagan, streamda ko'p o'ynashadi. Mana shu kartani va men ham o'ynab ko'rishga qaror qildim va qotishlar uchun internet bas, shuning uchun shunaqa. Bu yerda aslida devor bor, lekin ochilmayapti nimagadir. Biz devorlarda o'tirib olishimiz va bularga o'xshaganlarni olib orqaga qaytishimiz kerak, devor bosib ketishdan oldin. Devor baribir bosib ketdi. Pizzani olamiz. Oldik. Qochish kerak. Birinchisi bundan pul olamiz ekanmiz bolalar. Demak, qimmatroqlarni olib kelishimiz kerak. Devor ko'rinmayapti, internet bas. Bu ikkala devorda o'tirib oldik. Keyingisiga ulguraman. Ulgurdim, yaxshi. Va buni olishimiz kerak edi nimagadir. Mana bu ular devorlar chiqib boshladi. Juda ham tez kelishyapti. Mana Lucky nima qiladi? Mana shuni olamiz va qochish kerak. Yaxshi bolalar. Nima qilishiga bilmadim. Bunda har xil so'roq narsalar berar ekan. Yaxshi, endi bu yoqqa devor qaytyapti, ehtiyot bo'lamiz. Yo'q, to'xtaymiz. Bu 3000 talik, narigisini yaxshi ko'ra olmayapman. Devorlar ham jonga tegdi. Bu qanaqa bu? Bolalar uchun mana buni qochish kerak. Men oldim. Tezroq devordan o'tib olsak yaxshi bo'lar edi. Jahlim chiqaryapti. Nimagadir olinmayapti. Bo'ldi, olindi. Yugurish kerak edi. Pul nimaga kerak ekan? Menimcha yo'q. Wow, mana bu menimcha kuchli. Bundan menda bor. Ulgurmayman-da, afsuski. Ulgurmayman. Bular ko'rdingizmi, o'sha olishimiz. Birovnikidan olib bo'ladi degan. Yo'q. Boshqa odamnikidan olib bo'lmaydi. Ilon yo'qolib yuradigan yaxshi ekan bu. Yo'q. Juda ham tez. Bolalar yuta olaman. Uzr, qimmatroq mana shuni olib ketaman. Mana shu ulguraman. Ulgurdim. Bu yerga sakrayman. O'tiramiz. Yuguramiz. Va bizda navbatdagisi.
yomon ekan qaytarmalar. Uni sotib olgan yaxshi ekan, oddiy ekan u. Biz narigi taraflarga borishimiz kerak. O'sha tarafda qimmatlar bo'ladi. Ulgurmayman afsuski. Shu urdi meni bolalar. Kim urganini ko'rmadim lekin. Ya bu yaxshi kerakmaydi. Aniq bilmam. Jonimga tegdi, tezroq. Shu qoyil bo'lib olim kelgan edi bu. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Yangi kelgan o'yinchini olamiz. Mana bo'lar navbatdagini qo'lga kiritdik. Iltimos obuna va like. Menimcha agar men hali boshqa kartalarni ham bilaman. Bunda siz sotib olishingiz kerak edi. Italyan brendlari yugurib qaytadi. Men o'sha kartada menda juda qimmatlari bor va menga obuna bo'lgan odamlarga men o'shalarni sovg'a qilib yuboraman. To'g'ridan-to'g'ri. Tun sahur deysizlarmi? Tralala. Mana shunga o'xshagan krisalar deb odam o'smaydi-da, mana krisani ishini qilyapti. Mana o'lib ketdi krisa. Yo'q. Cheatermi bular? Internet ham qotyapti. Buni olamiz. Gurmadim va rostdan ham internet juda qotyapti. Nima bo'lib qoldi? Yo'q. Judayam qiyin karta ekan. To'g'risi ham qiziqarli, ham qiyin. Men juda o'ynolmayapman. Narigi o'g'irlab har narsa qilsa, narigi kartada men chempion edim. Bu karta juda qiyin. Yugur. Tushib qolamiz nima bu? Hech narsa yo'q. Yugur. Yuguramiz. Va navbatdagini va bola. Menimcha mana shu bugunga yetadigan bo'ldi. Nima bu? 7-level. Buni bir narsa qilib. Buni qo'yamiz va sotamiz. Yes. Kerak bizga. Xullas bola, mana ko'rib tursiz, hali mana bunaqa mendan ham zo'rlari bor. Lekin qarab turinglar, men hali bulardan ham oshib ketaman. Bular meni yonimda hech narsa bo'lmaydi.
Shuning uchun meni kanalimga like, obuna iltimos. Qo'ldan kelgancha qo'llanglar. Men hali bundan ham zo'r videolar chiqaraman albatta. Iltimos. Va mana bolalar menimcha keyingi qismda kuchlar va narsalarni o'stirishimiz mumkin ekan pulga. Va shu qisqa paytning ichida Matmurodov kanali bo'ldi. Xayr.